Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Qalbimning to'rida so'lib borayotgan umid chechagi qayta ochilganday bo'ldi. Ertasi kuni erimni ishga kuzatgach, bir bahonada ko'chaga chiqdim va to'g'ri Said ota masjidiga qarab yurdim. Izlagan odamimni topish qiyin bo'lmadi. Navbatda turgan 4-5 chog'li xotin xalaj safiga qo'shildim. Bir soatlar o'tib ichkariladim. Mulla aka nima shikoyat bilan kelganimni so'rab olgach, qo'ldagi xifchini bilan serpib o'qishga tushdi. Har zamonda menga engashib kuf-suf qilib qo'yardi. Dam solib bo'lgach, ichimizga jin kirib olgan, ularni chiqarib tashlamagunimizcha bolali bo'lolmaysiz deya bir dunyo gaplarni aytdi. O'zim bunaqa irim-sirimlarga uncha ishonmasam-da, farzand ko'rish ishtiyoqi ustunlik qildi. Domla, ixlos qilmasang hech qanday foyda topmaysan degandi. Sidqi dildan o'zimni ishontirishga majbur qildim. Shu tariqa kunoram mullaning qabuliga qatnay boshladim. Boshida o'zimni majburlab o'lganimning kunidan masjidga borardim. Oyog'im sira tortmasdi. Keyinchalik o'zim bilmagan, sezmagan holda masjid meni o'ziga ohangraboday tortadigan bo'lib qoldi. Bahrulla aka meni qanday o'z tuzog'iga ilintirdi, hozirgacha tushunolmayman. Sehr joduning qudratini shunda bildim. Uning o'qiyotgan duolarini eshitgan, gaplarini sog'inib qoladigan bo'ldim. Boshqacha, shahvoniy ko'z bilan qarashlarini sezmaslikka, gohida jin quvish bahonasida qo'llarimdan ushlab, shilqimlanishlariga parvo qilmaslikka urindim. Bolali bo'lish istagi kuchli edi. Go'yoki unga e'tiroz qilsam, qo'lini qaytarib tashlasam, bore deb ketib yuborsam hamma toat ibodatim bir pul bo'lganday, zurriyot ko'rish baxtidan ajralib qolganday edim. Bir kuni navbatdagi muolajadan so'ng kechki payt bir manzilga taklif qildi. Jinlar ichingizga rosa o'rnashib olgan ekan. Ko'proq dam solishga to'g'ri keladi. Xolroq joyga boramiz dedi. Ahmoqligimni qarang. Uydagilarga ming bir bahona to'qib, boshim og'ib o'sha joyga ham boribman. O'sha voqealarni hozir eslasam yuragim orqaga tortadi. Uyatdan yerga kirib ketguday bo'laman. Vijdonim qiynaladi. Ammo o'sha mahalda ruhiy holatim chatoq edi. Ko'zimga hech narsa ko'rinmasdi. Menga onalik baxtini berishga va'da qilgan domlaning ra'yini qaytarish bir umr badbaxt bo'lib qolishday tuyulardi. Karomat jiqqa yoshga to'lgan, ko'zlarini dasturmolchasi bilan artib, bir muddat jim qoldi. Xayollarda nahotki shunday ayola degan savol charx urayotgan tergovchilar qissaning davomini eshitishga ilhaq turishardi. Ayol buni sezdi shekilli bir yutum bo'g'iq ovozda davom etdi. Yo'q, sizlar o'ylayotgan ish bo'lmadi. Alloh yo'ldan adashgan bandasini oxirgi paytda zalolatdan qutqarib oldi. Holi xonadonda ikkinchi bor uchrashganimizda domlaning asl maqsadi ma'lum bo'ldi. Bit ko'zini lo'q qilib, sizni imkon qadar jinlardan forig' qildim, ammo hamma qusur eringizda. U ishni eplolmayotgan, noshudlik qilayotgan bo'lsa qo'limdan nima ham kelardi. Faqat bir yo'li qoldi, dedi. Qo'rqib ketdim. Hafsalam pir bo'ldi. Ayting, yana nima qilish kerak? Hammasiga tayyorman, dedim mo'ltirab. Men bilan bo'lasiz. O'zim sizga qo'chqorday o'g'il hadya qilaman, deya u qo'limdan mahkam qisgancha quchog'iga tortdi. G'aflat uyqusidan nogoh uyg'ongan kishiday titrab ketdim. Qo'limni tortib olib o'zimni chetga urdim. Bir pas oldin ko'zimga olov bo'lib, yagona najotkorday ko'rinib turgan kimsa endi badbashara maxluqqa, inson ko'rinishidagi hayvonga aylanib qolganday edi. Bilmadim, shu qilig'idan keyingina uning menga nisbatan qo'llangan sehr jodusi o'z kuchini yo'qotganday, gipnoz ta'siri tugaganday, xayolim o'z joyiga, oldingi holatiga qaytganday bo'ldi. Domlaning yo'limni to'sgani, yalinib yolvorganiga qaramay otilib tashqariga chiqib ketdim. Nomahram erkak bilan
xufiyona uchrashib nomusimni toptatib qo'yganimdan, jufti halolimga yolg'on gapirib xiyonat qilganimdan uyalib ketdim. Bola ko'rish orzusida shunchalik tuban ketganimga, aql hushimni yo'qotib sharmsizlik botqog'iga botganimga hayron qoldim. Achindim, nadomat chekdim. Bir necha kun o'zimga kelolmay vijdon azobida qiynaldim. Erimning oldida o'zimni cheksiz gunohkor, xiyonatkor sanab ko'ziga qarashga botinolmay yurdim. Shunday oliyjanob insonning oldida bir umr tilim qisiq, vijdon azobida o'tishni o'ylab yashagim kelmay qoldi. Hatto o'zimni o'ldirib bu azoblardan bir yo'la qutulishni ham o'yladim. Ammo islomda o'zini o'zi nobud qilish gunohi kabira ekanligi, bundaylarga janoza ham o'qish joiz emasligini bilganim uchun fikrimdan qaytdim. Hech kimdan maslahat so'ramasdim. Dardim birovga aytgulik ham emasdi-da. Ming bor mushohadalardan so'ng bor gapni turmush o'rtog'imga aytishga, gunohlarimni bo'ynimga olib, qurt tushgan vijdonimni poklashga qaror qildim. Jasur akam tilla odam. Meni to'g'ri tushunib, mag'firat etishiga umid qildim. Biroq men o'ylaganday bo'lib chiqmadi. Eringiz birdan tutab, jahl otiga mingan. Qo'liga xanjar olib, qasos olish niyatda masjidga qarab yo'l olgan. Abdumurod o'zicha qissani davom ettirishga urindi. "Yo'q-e, bu nima deganingiz?" dedi ayolni kapalagi uchib. "Nima, qotillikni Jasur akamdan ko'ryapsizmi?" "Ha, nima, erkak kishi uchun or-nomus hamma narsadan ustun." Tergovchi guruh rahbarining imlashiga qaramay miyasiga kelgan fikrni aytishdan toymadi. Uning o'rniga har qanday erkak shunaqa yo'l tutgan bo'lmasmidi? "Karomatxon, davom etavering." "Keyin nima bo'ldi?" Guruh rahbari jahldan lablari titrab turgan guvohni tinchlantirdi. "Jasur akam unaqa kalta o'ylaydigan inson emas." Ayol gapni asoslashga urindi. "Unaqa vahshiy ham emas. Adashgan men, gunohkor o'zim. Mayli urib, mayli mayib qilib tashlang. Xohlasangiz javobimni bering. Har qanday jazoga loyiqman. Tavba qildim, deb yalinib turib oldim. O'z inom ixtiyorim bilan emas, balki sehr joduning ta'sirida shu yeganimni tan oldim." Gaplarimni diqqat bilan eshitib, erimning turqi o'zgardi. Bir oqarib ko'kardi, mushlari tuyuldi. Hozir turib portlasa, o'lasi qilib ursa kerak deb o'ylagandim. Kaltak yeyishga ham tayyor edim. Zora erim xumordan chiqqanini ko'rib vijdonim sal bo'lsa-da poklangan bo'larmidi? Ammo Jasur akam indamadi. Bir so'z ham aytmay xonadan chiqib ketdi. Mana 4 oydirki bir uyda begonalardek yashayapmiz. Javobimni bering. Sizga tug'mas, aldoqchi xotinning nima keragi bor? Deya necha marta zorlanaman. Mening qo'yadigan, ajrashadigan xotinim yo'q, deb qo'yadi xolos. Unda nima uchun meni buncha qiynaysiz? Nega pichoqsiz so'ymoqchi bo'lasiz? Desam, nima men qiynalmayapmanmi? Sabr qil, vaqt har narsaga davo deb qo'yadi. O'rta yo'lda Bahrulla domlaning o'ldirib ketilganligini eshitib battar siqildim. Nima balo, erim qurg'ur indamay yurib mullani tinchitib qo'ydimikan degan xayolga ham bordim. Bu ishni siz qilmadingizmi? Unda nima so'rasam, xonajin unda nima ayb tursa, xonajin ipini uzgan buqada nima ayb? Ipini uzgan buqada nima ayb? Qurtni olmaga tushgan qurtni kim gunohkor qiladi? Axir yog'ochning boshiga tushishi uning ishi emasmi? Deb ustimdan kuldi. Nima qilay, chidashga majburman. Yozig'imda shunaqa kunlar ham bor ekanda. Nima qilamiz? Ayol chuqur xo'rsinib qissasini yakunladi. Maktubni qachon va nima maqsadda yozgandingiz? Sanjarbek stol ustidagi qog'ozni qo'liga oldi. Yer yomonlab borsayam aytaman. Rahmatli rosa shilimshiq kishi edi. Karomat ohista gap boshladi. U meni
keyin ham tinch qo'ymadi. Oldiniga dam solish chala qoldi. Oxiriga yetkazib qo'ymasam jinni pinni bo'lib qolishim mumkin deya qo'rqitmoqchi bo'ldi. Qarg'ab berdim. Yana bir ikki o'qisam farzandli bo'lasan deb aldab ham ko'rdi. Unamadim. Zaharxanda so'zlar bilan haqoratlab go'shakni qo'ydim. Telefon raqamini qora ro'yxatga qo'yib o'chirib tashladim. Bir kun o'tib boshqa raqamlardan qo'ng'iroq qila boshladi. Keyin yalinishga tushdi. Seni yaxshi ko'raman, xotinimni qo'yib yuborib senga uylanaman. Hamma narsam seniki bo'ladi deya alqashga o'tdi. Hoy inson, iltimos meni tinch qo'y. Hech narsang kerak emas. Bo'lmasa xotiningga borib aytaman deyishga ham majbur bo'ldim. Bor, aytsang aytaver. Xotinim jannatda toj kiyish uchun meni senga uylantirib qo'ymoqchi deb asabimga o'ynadi. Oxiri telefon raqamini o'zgartirib tashladim. Qulog'im tinsa kerak deb o'ylagandim. Qayda deysiz? Bukrini go'r to'g'irlaydi. Deganlari rost ekan. Endi u mashinasida uyimiz yonida paydo bo'lib, meni ta'qib qilishga o'tdi. Qo'ng'iroq qilsam raqamimni bilib olmasligi uchun xat yozishga majbur bo'ldim. Tushunarli, maktubni unga qanday yetkazdingiz? Xatni konvertga solib, hech kim yo'q payt xonasini eshigini tirqichidan tashlab yubordim. Shundan keyin bezovta qilmadimi? Shunday sharmanda bo'lishdan qo'rqdi shekilli. Xat xususida turmush o'rtog'ingizga aytdingizmi? Yo'q, Jasur akamga aytishdan qo'rqdim. Aytsam mullani ta'qib qilayotganini ham bildirishga majbur bo'lardim. Janjal kattalashib ketardi. Oxir oqibat eringiz sizni kechirdimi? Abdumurod tashabbusni qo'liga olishga intildi. Kechirdi, kechirmadi, nima farqi bor? Birga yashayapmiz, ajrashib ketmadik, mavhumroq javob berdi ayol. O'zi o'shanda anavi ish bo'lganmidi? Tergovchi qo'lidagi tugun bo'lib turgan jumboqqa yechim topishga urindi. Qanaqa ish? Aytdim-ku, hech qanaqa ish bo'lgani yo'q, dedi guvoh qizarib-bo'zarib. U holda eringiz sizni nega kechira olmayapti? Sababini bilsak bo'ladimi? Abdumurod ayolning og'ziga chang soldi. Birinchidan, erim meni kechirmadi deganim yo'q. Karomat dona qilib gapirdi. Kechirmaganda yoniga yo'latmasdi. Ikkinchidan, u juda oriyatli odam. Ayolning eriga yolg'on gapirishining o'zi xiyonat deb hisoblaydi. Men yolg'on so'zlaganim rost, ammo bu ishni nima niyatda qilganimni tushunmaydi, deysizmi? Karomatxon guruh rahbari gapini boshqa yoqqa burdi. Bahrulla mullaga o'qitish ilinjida qatnab yurgan ayollar orasida sizdek tuzoqqa ilinganlari bormidi? Oilali xotinga shu qiliqni qilgan boshqalarga qilmaydi deb o'ylaysizmi? Qancha beva, bechora bor. Domlasi qurg'ur kelishgan ayolni ko'rsa og'zidan so'lagi oqadigan xilidan ekan. Shunaqalardan birontasini bilasizmi? Tanishganmisiz? Yo'q, qaydam. Qabuliga kirishga navbatda turganimda bittasi bilan tanishgandim. Oti nima edi-ya? Boshini qashladi guvoh. Tilimning uchida turibdi. Hozir. Oyisha edi shekilli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjalarining ismi bo'lgani uchun yodimda qolgan. Sutga chayilgandek chiroyli kelinchak. U bilan ham shunaqa voqea bo'lganmikin? Bilmadim, lekin gap orasida mulla sal uyatsiz, shilqimey degandi. Nega sizga nima qildi? Suykaldimi desam, qarashi boshqacha. Odamni teshib yuboradi-ya degandi. O'sha paytda bu gapga unchalik e'tibor bermagandim. Oyishaning qayerda yashashi, nima ish qilishini so'ramadingizmi? Yo'q, o'zi qisqa muloqot qildik, dedi guvoh ko'ziga tushgan zulfini to'g'irlab. Uning navbati kelib qoldi. Mullaning oldiga kirib ketdi. Ichkaridan ancha vaqt qolib ketdimi? Chiqqanda kayfiyati qanaqa edi?
Anig'i yodimda yo'q. Yarim soatlardan keyin chiqdi shekilli. Menga e'tibor ham qilmadi. Shunga qaraganda kayfiyati uncha yaxshi bo'lmagan. Tergovchilar yana bir qator savollarga javob olgach, so'roqni yakunlab, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishga kirishdi. Shu kunning o'zida mutaxassislar guvohning ko'rsatmalari asosida Oyishaning fotorobotini yaratishdi. Karomat va uning turmush o'rtog'i Jasurning shaxsi, telefon plengatsiyasi, kirish-chiqish qo'ng'iroqlari va boshqa jihatlarni o'rganishga kirishildi. Sanjarbek tennisni yakunlab, ko'chaga chiqishi bilan qo'l telefon jiringladi. Kallayi saharlar kim bo'ldi ekan degan xayolda go'shakni ko'tardi. Assalomu alaykum boshliq, yaxshimisiz? Narigi tarafdan Botirning shodon ovozi jiringladi. Qayerdasiz? Telefon qilsam ko'tarmadingiz. Va alaykum assalom. Tennisda edim. Zaldan hozirgina chiqdim. Nima gaplar? Nuriddin usta kecha Turkiyadan kelgan ekan. Unikidan qo'ng'iroq qilgandim. Qaysi usta? Tergovchi eslashga harakat qildi. Masjidga yaqin do'konga o'rnatilgan videokamerani tuzatishga olgan usta, izoh berdi Istiqbol. Yozuvlarni o'chirib tashlamaganmikan? So'radi guruh rahbari xavotiri ortib. Yo'q, baxtimizga hali tegmagan ekan. Shunga nima qilay deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Kamera xotirasini olib boraymi? Albatta, mutaxassis chaqirish ham yodingizdan chiqmasin. Guruh rahbari gapni qisqa qildi. Video tasmadagi yozuvlarni mutaxassislar ishtirokida ko'zdan kechirgan tergovchilar qotillik sodir etilgan kunda Said ota masjidi tarafdan shahar markazi tomonga qaytgan ulovlarni diqqat bilan ko'zdan kechirib, jami 189 ta transport vositasining davlat raqamlari aniqlashga erishildi. Qisqa muddatda texnika egalari va foydalanuvchilari ro'yxati shakllantirildi. So'ng ular orasida oddiy mantiqiy istisno uslubi yordamida qotillikka aloqador bo'lishi mumkin bo'lmaganlar shaxslar chiqarib tashlash yo'li bilan ro'yxatga qistirib borildi. Shu tariqa tizimli tahlillar asosida ishga aloqadorlik ehtimoli yuqori bo'lgan 8 kishi saralab olindi. Tergovchilar ularning har biri to'g'risida yetarli ma'lumotlar to'plagach, so'roq qilishga kirishdilar. Dastlab 25 yoshlardagi novcha bo'yli o'ktamgina yigit taklif etildi. Odatiy tanishuv va savol-javoblardan so'ng maqsadga ko'childi. Sharifjon, mana bu Nexia rusumli avtomashina sizga tegishlimi? Sanjarbek kompyuter ekranidagi tasvirga ishora qildi. Davlat raqami 10A 123 da ekan. Shunday. Bilinar bilinmas bosh chayqadi guvoh tasvirga ko'z qirini qaratib. Tezlikni oshiribmanmi? Qayerda kameraga tushganingizni eslayapsizmi? Tergovchi savol berishda davom qildi. Yo'q, eslamadim. Tinchlikmi? Sharifning xavotiri oshdi. Bu qaysi joy? Said ota masjidiga muyilishidagi ko'cha boshi. Aniqlik kiritdi tergovchi. Shu yil 7-mart kuni masjid tarafga 2 marta o'tib qaytgan ekansiz. Nima, o'sha atrofda bironta qarindoshingiz yashaydimi? Shaxsiy ish bilan borgandim, dedi guvoh. Bir oz o'ylanib turgach, qanaqa shaxsiy ish? Kimnikiga borgandingiz? Ochiqroq gapiring. Tergovchi yo'nalish berdi. Shaxsiy ishda sizlarga taalluqli joyi yo'q, dedi Sharif zarda aralash qo'rslik bilan. Odamning birovga aytib bo'lmas shaxsiy hayoti bo'ladi-ku. Kechirasiz, gap qotillik haqida boryapti. Abdumurod muloyimroq bo'lishga harakat qildi. Shaxsiy hayotingizni yig'ishtirib qo'yib, hammasini bir boshdan aytishga majbursiz, tushunarlimi? To'g'risi, bir ayolni izlab borgandim, dedi guvoh ilojsiz ohangda. Erkakchilikda endi. Ayolning ismi, Sharifini, manzili. Guruh rahbari qo'ldagi qog'oz qalamni olib yozishga tayyorlandi.
O'rtoq boshliq, nima keragi bor shu ishni? Ayol kishining sha'niga to'g'ri keladimi? Kalovlandi guvoh. Sharifjon, siz hali masalaning jiddiyligini tushunmagan ko'rinasiz. Guruh rahbarining gapi jiddiy chiqdi. Haqiqatni aytmasangiz bo'lmaydi. Yolg'on so'zlab chalg'itishga urinsangiz gumon mayog'i siz tarafga og'averadi. Nima, meni o'sha qotillikni sodir etgan deb o'ylayapsizmi? Dedi Sharif javdirab. Bir marta og'zim kuyib, qatiqni ham ho'plab ichadigan bo'lib qoldim. Tag'in adashishni istamayman. Nega menga ishonmayapsizlar? Aybim qamalib chiqqanimmi? Nega ishonmas ekanmiz? Rostini ayting, tekshirib ko'ramiz. Ishga aloqangiz bo'lmasa ketaverasiz, dedi guruh rahbari samimiy ohangda. Gap qamalib chiqqaningizda emas, dedi Abdumurod o'smoqchilab. Tergovni chalg'itishga uringan taqdiringizda sizga ishonchimiz yo'qolishi sabab bo'lishi mumkin. Aybingiz keraksiz paytda, keraksiz joyda paydo bo'lganingiz. Bu esa sizni qotillikda gumon qilishimizga yetarli. Shuning uchun gapni aylantirmasdan bor gapni aytganingiz ma'qul. Bunchalar ham sho'r peshona bo'lmasam, Sharifning ichidan tutun chiqib ketayotganday bo'ldi. Nima qilsam, qayerga qo'l cho'zsam, qay joyga oyoq qo'ysam, kasofatga duch kelaman. Nega unday ekan-a? Abdumurod nimadir demoqchi bo'lib, og'iz juftlaganda guruh rahbari ko'rsatkich barmog'ini labiga tekkizib, jim ishorasini qildi. Asli Surxondaryoning Qumqo'rg'onidanman. Sharif mahzun ohangda hikoyasini boshladi. Otam yolg'iz o'g'il bo'lib, men 2 yosh paytimda qurilishda ustidan beton tushib ketish oqibatida vafot etgan ekan. Onam meni otamning onasiga tashlab, o'zi turmushga chiqib ketgan. Dunyoga shunaqa shumqadan bo'lib yaralgan ekanmiz. Qari enamning qo'lida katta bo'ldim. 10-sinfni bitirar paytimda enam ham meni tashlab narigi dunyoga ketdi. Hayhotday hovlida bir o'zim qoldim. Yo'q joydan tuqqan onam paydo bo'ldi. U Qashqadaryoning Qamashsidagi uy joyini sotib, eri va 4 bolasi bilan biznikiga ko'chib kelibdi. Onam meni o'ylab, shu ishni qilgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Ularning niyati uyga egalik qilish ekan. Onam menga nisbatan mehrsiz, otamning esa ko'rishga ko'zi yo'q edi. Ukalarim ham otalari kabi xudbin va tanbal chiqdi. O'qishga kirish bahonasida uydan qochishga majbur bo'ldim. Angren davlat pedagogika institutida otamning tog'asi domla bo'lib ishlardi. Uning ko'magida tarix fakultetiga o'qishga joylashdim. Maktabni a'lo baholarda bitirganim qo'l keldi. O'qish bilan birga tog'amning uyida har yili institutga kirish uchun kelgan abituriyentlarni imtihonga tayyorlashga yordamlashdim. Tog'am rosa saxiy, qo'li ochiq odam edi. Har yili kamida 10-15 abituriyentni o'qishga kiritib qo'yardi. Bir bolaning ota-onasi o'rtacha $5000 olganda ham qancha pul bo'lib ketadi. Menga ham yaxshigina xizmat haqqi berib turardi. Institutni qiyinchiliksiz bitirdim. Kafedraga domlalikka ishga olib qolishdi. 2 yil qabul komissiyasida ishlab, o'zimning moddiy ahvolimni ancha tiklab oldim. Uy joy, mashinaga ega bo'ldim. Uylandim. 1 yil o'tib o'g'illi bo'ldim. Afsuski quvonchim uzoqqa cho'zilmadi. Institut yopilib, hammamiz ko'chada qoldik. Tog'am bir amallab Toshkentdagi institutlardan biriga o'tib ketdi. Men bir muddat nima qilishni, qaysi ishning yoqasidan tutishni bilmay tentirab yurdim. Bir kursdoshim green card yutib Amerikaga ketgandi. Amallab AQShga yetib kelsang, zo'r ishlar bor deb qiziqtirdi. Uning gapi bilan bor pulimni belimga tugib, Turkiya orqali Meksikaga o'tib, it azobida 6 oy deganda Amerikaga yetib bordim. O'rtog'im fura haydarkan meni qavatiga ishga oldi.
Bir yil eshakday ishlab topganimni uyga, xotinimga, bolamga yuborib turdim. O'tgan yili bahorda ishxonadan ta'tilga chiqib, o'g'limning tug'ilgan kuniga yetib kelish uchun chipta oldim. Surpriz qilish niyatda kelganimni xotinimga xabar qilmadim. Toshkentga kechasi yetib keldim. Aeroportdan to'g'ri uyga, Angrenga yo'l oldim. Ko'nglim sezgan ekan, xotinimni uyda begona erkak bilan ushlab oldim. Ikkalasini ham o'lasi qilib urib tashladim. Tunni mehmonxonada o'tkazdim. Ertasi kuni meni militsiyaga olib kelib, qamab qo'yishdi. Tergov boshlandi. Uzoq muddatga qamalib ketishim mumkin edi. Yaxshiyam xotinimga insof kirib, uyga yuborgan pullarimga da'vo qilmaslik sharti bilan meni kechiradigan bo'ldi. Sud shuni hisobga olib, 1 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. 6 oyga yetmay jazomni o'tab qaytdim. Angrenga kelib, sobiq xotinim ham qilgan gunohlariga yarasha Allohning g'azabiga uchraganini eshitdim. Buni qarang, o'g'rini qaroqchi urdi, deganlari rost ekan. Qamoqda paytim o'ynashi uni Toshkentdan katta hovli sotib olamiz deb chuv tushirib, kattagina pul bilan chet elga qochib ketgan ekan. Xotin o'g'limni olib ota hovlisiga qaytishga majbur bo'libdi. Qaynotamning hovlisi Said otaga yaqin. O'g'limni ko'rish ilinjida o'sha yoqlarda tentirab yurgandim. Ertalab taxminan biror soat kutdim. Keyin ortga, shaharga qaytib, kechki payt boshim og'ib tag'in bordim. Buning nimasini yashirib o'tiribsiz? Abdumurod bori shumi? Deganday yelkasini qisdi. Qandaydir o'ta muhim, sirli voqea yuz berganmikan deb o'ylagandim. Endi Norgulni ham chaqirasizlarmi? Tashvishlandi Sharif. Albatta, sizning gaplaringiz to'g'ri-noto'g'riligini tekshirib ko'rishimiz kerak-ku, ta'kidladi guruh rahbari. Akajon, men rostini aytdim. Bu ishga ayolimni aralashtirib nima qilasizlar? Ortidan poylab yurganimni eshitsa nima degan xayolga boradi. Oradan shuncha gap so'z o'tgan bo'lsa-da, uni haliyam yaxshi ko'rasizmi? Yigitni tushunganday bo'ldi. O'g'lim borda. Uniyam taqdiri menikiday bo'lishini xohlamayman. Qiziq ekansiz-ku? Abdumurod tutab ketdi. Nima qilasiz o'sha jani? Onasi o'pmagan qizlar qancha? Bittasiga uylanib olmaysizmi? Yetimlikning azobini yetim o'smagan kishi qaydan bilsin? Sharifning ovozi mungli chiqdi. Ko'rab turib, o'z bolamni yetimlik girdobiga tashlab qo'yishga ko'nglim bo'lmayapti. Onasi xom sutgan emgan bandada. Qilgan gunohi uchun jazosini oldi. Malikadan teshik tog'orali kampirga aylandi qoldi. Demak, o'sha kuni 2 marta qaynotangizning uyi yaqiniga borib, ayolingiz chiqishini poylagansiz, shundaymi? To'g'ri. Aslida u yerga nima maqsadda borganimni o'zim ham tushunmayman. Ayolim ko'chaga chiqqanda ham u bilan gaplashmagan bo'lardim. G'ururim bunga yo'l qo'ymasdi. Agar o'g'lim yolg'iz o'zi uydan chiqqanda yoniga borishim mumkin edi. Kechki payt borganingizda soat nechi edi? Qancha vaqt kutdingiz? Guruh rahbari oydinlik kiritishda davom etdi. Soat 8 yoki 9lar edi shekilli. U yerda chamasi yarim soatcha bo'ldim. Mashinangizni masjidning qaysi tarafiga to'xtatdingiz? Masjidga yetmasdan 100 qadamcha narida to'xtatdim. Qaynotamning uyiga 50 qadamcha qolganda. Kechki payt borganingizda masjidga birorta mashina kelib to'xtamadimi? Biror kishining masjidga kirib chiqqanini ko'rmadingizmi? Yo'q, e'tibor qilmagan ekanman. Ko'zim ularning darvozasida edi. Yaxshi, guruh rahbari so'roqni yakunlashga shaylandi. Umid qilamizki, yolg'on gapirmadingiz. Zarurat bo'lsa yana chaqiramiz. Hozircha bo'shsiz. Sharif oyoq uchida odimlab xonadan chiqib ketdi.
Tavba qildim. Hozirgi yigitlarga nima bo'lyapti? Dedi Abdumurod boshini sarak-sarak qilib. G'ururi, oriyati yo'qolib bormoqda. Xiyonat ustida qo'lga tushgan xotiniga oshiq bo'lib yurishiga o'laymi? Buni hayot deydilar. Tergovchilar sardori optimist bo'lishga harakat qildi. Har kimning haqiqati o'zining bilimi saviyasiga yarasha bo'ladi. Qolaversa bu holatni G'arbning ommaviy madaniyati ta'siri bilan izohlash mumkin. G'arb davlatlari birin-ketin bir jinsli nikohni qonuniy mustahkamlashga erishmoqda. Erkak bilan, ayol bilan turmush qurish holati ko'payib bormoqda. Bugungi kunda o'zimizning yoshlar ham bu bemazagarchilikka oddiy holat sifatida qaramoqda. Ertaga qulog'i o'rganadi. Indini nima bo'pti? Bu uning tanlovi, har kim o'z hayoti o'zi quradi, deydigan bo'ladi. Keyinchalik o'z qarashini jamiyatdan yashirmaydigan, xunasaligidan faxrlanadigan toifasiga kirib qolishi hech gap emas. Ana nima uchun kundan kunga yigitlarning bir paytda tog'day viqorli bo'lgan g'ururi erlarning osmon qadar yuksak oriyatli bugungi kunga kelib yer bilan bitta bo'lib bormoqda. Bu ketishda 10 yil, 20 yil, 50 yildan keyin nima bo'ladi? Millat, bashariyat taqdiri nima kechadi? Norgul sobiq erining ko'rsatmalarini to'la tasdiqladi. Tergovchilar boshqa tergov tezkor harakatlari asosida Sharifning qotillikka aloqasi yo'qligiga ishonch hosil qilgach, uni gumondorlar ro'yxatdan chiqarishga qaror qildilar. Qotillik sodir etilgan kunda do'konga o'rnatilgan video tasviriga tushib qolgan boshqa shaxslarni o'rganishlar ham tergovga nafi tegishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni bermadi. O'sha kuni kimdir mehmondorchilikka, kimdir qarindoshini ko'rishga, boshqa biri esa sevgan qizi bilan uchrashish niyatida Said ota masjidi atrofida paydo bo'lgani aniqlandi. Faqat bitta avtomashina haydovchisini topishning imkoni bo'lmadi. Norqobil ismli bu shaxs aynan 7-mart kuni kechki soat 8dan 51 daqiqa o'tganda ko'k rangli Jiguli avtomashinasida masjid tarafdan shahar markaziga katta tezlikda o'tib ketgan. Bundan tashqari, u keyingi kuni ishlash uchun Moskvaga ketgan. Boz ustiga o'sha kundan buyon telefon raqami ham ishlamay turgani tergovchilar diqqatini tortdi. Norqobil haqida bizga nimalar ma'lum? Sanjarbek shu masala bilan shug'ullanish topshirilgan Izabellaga yuzlandi. Norqobil Qo'ziyev 27 yoshda. Stajyor yon daftariga qarab ma'lumot berishga tushdi. Uylanmagan, hech qayerda ishlamaydi. Muqaddam JKning 169-moddasi 2-qismi bilan sudlangan. Otasi afg'on urushi qatnashchisi. 2 yil muqaddam vafot etgan. Rossiyaga jo'nab ketishdan oldin onasi bilan yashagan. Moskvaga kimni qora qilib, nima maqsadda ketgani ma'lummi? Yo'q, ma'lum emas, dedi talaba hozirjavoblik bilan. Onasining aytishicha, Norqobil 1-2 kun ichida ketamanga tushib qolgan. Kim bilan gaplashgani, nima qilmoqchi bo'lgani haqida na onasiga, na opasiga aytgan. Opasi sinfdoshlaridan birortasi "Kel birga ishlaymiz" deb chaqirtirgan bo'lsa kerak dedi. Moskvaga chiptani qachon olgan? Chipta 6-mart kuni Toshkent shahridagi aviakassadan olingan. Shunaqa deng. Guruh rahbari o'ylanib qoldi. Noyib bilan aloqadorligi aniqlandimi? Yo'q, ularning taqdir chorrahalarida uchrashgani ma'lum emas. Yigitga tegishli telefon tahlillari ham buni tasdiqlab turibdi. Nima balo? Bu yigit kimningdir buyurtmasini bajardimikan? Guruh rahbari voqealar zanjirini ulashga urindi. Yoki o'rtada birorta ayol bormikan?
Nima uchun shu yoshgacha uylanmagan? Gaplashib yurgan qizimi, dugonasimi yo'qmikan? Yo'q, qizlarni unchalik jini suymas ekan. Onasining aytishicha, vaqti soatida o'g'lini uylantirishga qurbi yetmagan. Orada yigit qamalib, uylanish masalasi tag'in orqaga surilgan. Sho'rlik ona hech qayerga ishlamaydigan, takasaltang kamiga o'tirib chiqqan yigitga kim ham qizini ravo ko'rardi deydi. Nima deb o'ylaysiz? Yigitning qotillikka aloqasi bormikan? Guruh rahbari talabaning fikrini bilishga qiziqdi. Norqobil muqaddam sudlangan jinoyatga moyil shaxs. Izabella mantiqiy mushohada qilishga kirishdi. Uning jinoyat sodir etilgan paytda voqea joyi yaqinida paydo bo'lishi, mashina tezligini oshirib qayergadir shoshilib ketganligi, boz ustiga keyingi kun xorijga chiqib ketganligi va aloqaga chiqmayotgani tasodif emasga o'xshab ko'rinadi. Menimcha, bu yigit pulga muhtoj bo'lgan. Axir Rossiyaga ketish, u yerda muayyan vaqt yashash uchun mablag' kerak-ku. Mushohadalaringiz chakki emas, dedi qizning taxminidan ko'ngli to'lib. Ammo Norqobil muqaddam sudlangan, betayin va noqobil kimsa bo'lmasin. Uning qotillikni shunday ayanchli usulda sodir etishiga ishonish qiyin. Bunday shafqatsizlik qotillikka qo'l urgan shaxsda qandaydir ichki tug'yon, nafrat, adovat, intiqom hissi jo'shib turgan bo'lishi lozim. Balki qotil qurbonni aynan shu usulda o'ldirishga buyurtma bergan bo'lsa-chi? Talaba boshqa taxminni ilgari surdi. Kelishilgan pulni olgan ijrochi buyurtmachining ko'rsatmasini bajarishga majbur. Ha, balla, yashang, dedi guruh rahbari yetakchi qizning topqirligiga tan berib. Odatda buyurtmachi jinoyat izlari bosilgunga qadar ijrochining uzoqroqqa, iloji boricha xorijga chiqib ketishini, aloqaga chiqish imkoniyatini cheklashni ma'qul ko'radi. Norqobilning dom-daraksiz yo'qolib qolishining sababi shunda. Yaqin orada uni topib olmasak kerak deb o'ylayman. Siz buyurtmachiga chiqib borishimiz dargumon. Buyurtmachi bilan gaplashgan, uchrashgan joyi bordir. Talaba masalaga yechim topishga urindi. Telefon tahlillari biror narsa berib qolar. Ko'rganlar, eshitganlar topilar. Jinoyatchilar juda puxta va hushyor bo'lib ketgan. Bunaqa payt o'z telefonlaridan foydalanmaydi. Birovlar nomidagi sim kartalarini ishlatishadi. Shuning uchun Norqobilning onasi, opasi va boshqa yaqinlari nomiga ochilgan telefon raqamlarini ham tekshirib ko'rishga to'g'ri keladi. Tushunarli. Bundan tashqari, ularning telefon so'zlashuvlarini eshitishni tashkil qilamiz, davom qildi Sanjarbek. Norqobil yaqinlari bilan aloqaga chiqishi mumkin. Bu ishni men o'z zimmamga olaman. Siz yigitning so'nggi oylarda kimlar bilan o'ralashib yurgani, aloqalari doirasini aniqlashga harakat qiling. Yoningizga yaxshi isquvarlardan beramiz. Tushunarli, ishonchingizni oqlashga harakat qilaman, dedi Izabella tergovchilarday mas'uliyat hissi bilan. Tergovda kalavaning uchi degan ishora bor. Qotillikni ochish, fosh qilish murakkab jarayon, chigal jumboqqa o'xshaydi. Tergovchining oldida ana shu boshqotirmani imkon qadar qisqa muddatda yechish vazifasi turadi. Buning uchun birinchi galda chigallikning boshi, kalavaning chuvalangan uchini topib olish talab etiladi. Yo'qsa tergovchi har qancha chiranmasin, harakatlari zoya ketaveradi. Haqiqatdan uzoqlashib, mavhumlik sari odimlayveradi. Tergovchi qancha puxta, qilni qirq yorgan bo'lmasin, bugunning jinoyatchilari ulardan-da pishiq, ulardan-da aqlli bo'lib bormoqda.
Isqvar ta'qib qilish san'atini qanchalik mukammal o'zgartirgan bo'lmasin, jinoyatchi qochish, yashirinish, chap berish mahorati mukammal egallashga intiladi. Bu sichqon mushuk o'yinida kimning g'olib kelishi kalavaning uchiga bog'liq. U topilsa bu yog'i yengil kechadi. Topilmasa jinoyat ochilmay qoladi. Ammo u o'lgurni topish oson ish emas. Buning uchun tergovchi mantiq otliq qurolni ishga solmog'i lozim. Ba'zida u kutilmagan joyda oyoq ostida ham chiqib qoladi. Buni omad desalar kerak. Nima bo'lganda-ham shu qurg'urning uchi topila qolganda edi. Mantiqni ishga solish kerak. Xo'sh, Bahrulla Noyibni o'ldirish kimga kerak? Uning o'limidan kimlar manfaatdor? Mardona bu ro'yxatning boshida turishiga sabab shubha yo'q. Norqobil ham bor deylik. Yana kimlar bor? Birortaga foizga qarz berganmikin? Yo'q. Islomda sudxo'rlik harom qilingan. Noyibning bu yo'l bilan pul topishi aqlga sig'adigan ish emas. Yoxud ichi nafrat va adovatga to'la dushmani bo'lganmikin? Ammo o'rganishlar uning birov bilan jiqqa musht bo'lib, yovlashib yuradigan kishi emasligini ko'rsatmoqda. Yoki bu muloyim xunukning bizga noma'lum o'yinlari bo'lganmikan? Boshqa tarafdan uning eng nozik joyi ayollar ekanligini ham esdan chiqarmaslik kerak. Kishini yo pul, yo ayol buzadi deb bekorga aytishmagan. Noyibning ikki xotinli bo'la turib, chiroyli ayollarga suykalib yurgani inkor etib bo'lmaydi. Karomat bilan kechgan voqea, anovi yigitning haqoratlab yuziga tarsaki qo'yishi, bu yerda hamma gapning uchi nozik xilqat vakillariga bo'lib taqalishi tayin. Qisqa muddatda shuncha fakt, ishqiy munosabatlar, odatda pinhona, sirli va odamlar nazaridan yashirin bo'lishni inobatga olgan Noyibning hali bizga oshkor bo'lmagan muhabbat savdolarini boshdan kechirganimizga shubha qilmasa ham bo'ladi. Eshikning taqillashi Sanjarbekning xayolini buzdi. Mumkinmi? Abdumurod javobini kutmasdan ham xonaga kirib keldi. Kirib keldingiz-ku. So'rashning nima hojati bor? Guruh rahbari o'zini jiddiy ko'rsatishga urindi. Unda boshqatdan ruxsat tekkach kira qolay. Tergovchi ortiga tisarildi. Mumkin. Keling o'tiring, dedi guruh rahbari kulimsirab. Sal bo'lsa qaytib ketishdan ham tolmaysiz, ha? Nima gaplar? Biror yangilik bormi? Qurib ketsin. Ish joyidan siljiy demayapti-ya, dedi Abdumurod aftini burishtirib. Fotorobot bilan ishlarimiz hech qanday natija bermadi. Unaqa odam bo'lmagan go'yo. Farrosh ayol qulog'imizga lag'mon ildimikan deb o'ylayman. Bir bezori kuppa kunduzi kuni masjid noyibini haqoratlab kaltaklab ketadi-yu hech kim ko'rmasa. So'ramagan odamim qolmadi. Natija chiqmayapti. Natija chiqmasligining o'zi ham natija. Rahmonov ustozining sho'x iborasini takrorladi. Qanaqa natija? Bu nima deganingiz? Nima? Natija chiqmayapti deb do'ppingizni osmonga otaylikmi? Dedi tergovchi xunob bo'lib. Shuncha sa'y-harakat bekorga ketayotganiga achinasang kishi. Tasavvur qiling. Sanjarbek yotiq bilan tushuntirishga kirishdi. Tergov jarayonini 100% deb hisoblaydigan bo'lsak, shuning 99% natijasiz quruq mehnatdan iborat. Faqat 1% yutuq natija. Ba'zida shu 1%ning natijaga erishish uchun 99% natijasiz mashaqqatli yo'lni bosib o'tishga to'g'ri keladi. Natijasiz barcha holatlar chig'iriqdan o'tkazilgandan so'ng natija o'z-o'zidan ravshan bo'ladi qo'yadi. Ya'ni natijasiz holatlarni istisno qilish orqali natijaga erishiladi.
Tushundim, dedi Abdumurod jilmayib. Kishi 99 qiyinlashtirib yurgandan ko'ra o'sha 1% natijaga bir yo'la erishib qo'ygan yaxshiroq emasmi? Albatta, tergovchi birinchi navbatda to'g'ridan-to'g'ri natijaga erishish yo'llarini qidiradi. Bu foyda bermaganda ikkinchi yo'ldan borishga majbur. Tergov poyonsiz o'rmonga, qalin changalzorga o'xshaydi. So'qmog'ida jindek adashsang, qaytib chiqmog'ing qiyin bo'ladi. Mana qo'lingizdagi ishni olib qaraylik. Birdan natijaga erishish ishtiyoqi adashishga, ishni chigallashtirishga sabab bo'lib turibdi. Mardonani qamab osongina natijaga erishmoqchi bo'lgandingiz nima bo'ldi? Endi nima qilgan xatoni qanday tuzatishni o'ylab garang bo'lib o'tiribmiz. Nima, siz Mardonaning aybsizligiga shunchalik ishonasizmi? Dedi tergovchi qandaydir xavotir bilan. Axir hali ham u bilan gaplashganingiz ham yo'q-ku. Hozircha ishimizda birinchi darajali gumondor shu ayol emasmi? Hech kim uni shubhadan xoli etgani yo'q-ku. Gap ishonchda emas. Sanjarbek, ey omon bo'ling, deganday miyig'ida kulib qo'ydi. To'g'ri, Mardona bilan uchrashishga shoshilmayapman. So'roqqa tayyorgarlik ko'ryapman. Ayolning shaxsini, aloqalarini o'rganyapman. Dastlabki ko'rsatuvlar, keltirilgan vajlarining to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlik kirityapman. Tushunmayapman. Siz uning aybdorligini isbotlashga harakat qilyapsizmi yoki aybdor emasligini tasdiqlashga uranyapsizmi? Menimcha bu tergovchining ichki tuyg'usiga bog'liq. Agar ichki tuyg'usi gumondorni aybdor deb hisoblayotgan bo'lsa, siz aytgan birinchi yo'lni tanlagan ma'qul. Ichki tuyg'u gumon qiluvchini aybdor emas deb sanayotgan bo'lsa, ikkinchi yo'lni tutgan durust. Bilmadim. Tergovchining tayyor aybdorni aybdorligini emas, aybsiz ekanligini isbotlashga zo'r berishini birinchi ko'rishim. Murodjon, hali ko'rganingizdan ko'rmaganingiz, bilganingizdan bilmaganingiz ko'p. Guruh rahbari gapni hazilga bo'ldi. Ilmsiz kishi o'zini bilag'on, dunyoning bor ilmini o'zlashtirgan sanaydi. Ilmli kishi aksincha, ilmi cho'g'i yuksalgan sari hech narsani bilmasligini anglab yetadi. Ey qoyil! Odamni ko'rsavodga ham chiqarib qo'ydingiz, arazladi Abdumurod. Aslida odamzod ham yer otliq, mushtdekkina makonda yashaydi. Cheksiz koinotga nisbatan qilgan insonning bilimini zarraga qiyoslash mumkin. To'g'ri, hamma narsa nisbiy. Demak, hozircha hech qanday yangilik yo'q. Guruh rahbari mavzuni o'zgartirdi. Shunga aytyapman-da. Shuncha taxminni atrobotga qildik, naf yo'q. Qo'limizda cho'michga ilinadigan tusmol ham qolmadi. Kunimiz tag'in shu Mardona o'lgurga qoladi-yu. Nega Karomatning eri Jasur, anovi shaxsi noma'lum zo'ravonni hali gumondorlar ro'yxatidan chiqarganimiz yo'q-ku. To'g'ri, Mardona ham shu safda. Ammo negadir uning aybdorligi masalasiga shubham ortib bormoqda. Kecha ekspert bilan gaplashdim. 30 yildan buyon shu sohada ishlarkan. Ha, Zulfiqor aka juda tajribali ekspert. Shu sohada suyagi qotgan. Uning fikricha, qotil katta ehtimol bilan erkak kishi. Jarohatning xususiyatlari, to'ntoq jism va pichoq bilan berilgan zarbalarning kuchi uning shunday xulosaga kelishiga asos bo'lgan. Ekspertlarning xulosasi hamisha ham to'g'ri chiqavermaydi. Ular ham taxmin qiladi. Keyin shunday ayollar borki, erkakdan kuchli. Mardona ham qora mehnatda toblanib, jabr va sitamda pishgan, erkakshoda bo'lib ketgan. Shunaqa deng. Mayli. Hozircha bu masalada har kim o'z fikrida
Tura tursin. Kim haq, kim nohaq vaqt ko'rsatadi. Jasur to'g'risida nima deysiz? Jasurning bu ishga aloqasi yo'qligini kunday ravshan, dedi Abdumurod ishonch bilan. Necha kundan buyon kuzatyapmiz. Telefon qo'ng'iroqlarini eshityapmiz. Natija yo'q. Bemalol yashab, ishlab yuribdi. Ishga daxli bo'lganda ikki oyog'i bir etikka tiqilib, pitirlab qolgan bo'lardi. To'g'ri, hozircha u mahkam turibdi. Sir boy bergani yo'q, dedi guruh rahbari piyoladagi choydan simirib. Ammo u ichidan pishgan mug'ombir ataylab o'zini beparvo tutayotgan bo'lishi ham mumkin. Odamning olasi ichida bo'ladi. Ha, balli, mardona ham shunaqa pismiq, ayyor tulki bo'lishi mumkin emasmi? O'zini farishta qilib ko'rsatayotgan bo'lsa-chi? Ayollar makri necha tuyaga yuk bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Bo'lishi mumkin. Men uni 100% shubhadan xoli demoqchi emasman. Uning asossiz, yetarli dalillarsiz qamoqqa olingani meni tashvishga soladi. Uni qamoqqa tiqmasdan tergovga jalb qilish mumkin edi. O'shta bolasi bor. Hech qayoqqa qochib ketolmaydi. Bilasiz, qotillikning tezkor ochilishidan hamma manfaatdor bo'ladi. Tepaga qotil qo'lga olindi deb hisobot ketsa, nazorat yumshaydi. Baqir-chaqir o'z-o'zidan kamayadi. O'zingiz ham bilasiz-ku. Kim gap eshitgisi keladi? Hisobot deymiz. Gap so'z bo'lmasin deymiz. Bir begunoh kimsaning uyini kuydiramiz. Oilasi, yaqinlari, farzandlarining holi ne kechadi deb o'ylab o'tirmaymiz. Shu payt eshik shaxt bilan ochilib, yov quvganday Izabella kirib keldi. Assalomu alaykum. Xalaqit qilmadimmi? Yo'q, keling, nima gaplar? Guruh rahbari qizning vajohatidan qandaydir yangilik bilan kelganini fahmladi. Norqobilni topdim, gaplashdim. Suyunchi oldi talaba. Majid degan sinfdoshi chaqirgan ekan. Shunaqa deng, Said ota tomonida nima qilib yurgan ekan? O'sha Majidning ota-onasi masjidning ro'parasidagi hovlida turar ekan. Muqaddam ular qo'shni yashashgan. 1 yil oldin Norqobil hovlisini sotib, oilasi bilan shahar markaziga 3 xonali uyga ko'chib o'tgan. Moskvaga ketishdan oldin do'stining uyiga kirib o'tgan ekan. Majidning onasi o'g'liga bu narsa berib yubormoqchi bo'lgan. Nega telefonlarni o'chirib tashlagan ekan? Norqobil aeroportda telefonni yo'qotib qo'ygan. Yangi telefon olishga puli bo'lmagan. Demak, Norqobil ham gumondorlar ro'yxatidan chiqarsak bo'ladi, shundaymi? Xuddi shunday. Uning qotillikka aloqadorligi aniqlanmagan. Boz ustiga oilasi juda nochor, qiynalgan. Baxtsizlik, g'am kelsa qo'sha-qo'sha keladi, deganlari rost ekan. Oila boshlig'i afg'on urushida jarohat olib, uzoq vaqt davolangan. 2 yil oldin 46 yoshda vafot etgan. 26 yil kasal boqqan oila bekasi ham kasallikka chalinib yotib qolgan. Turmush yuki Norqobilga qolgan. Kasal onasiga dori-darmon olishga pul topolmay, o'g'irlik qilishga majbur bo'lgan va qo'lga tushib qamalib ketgan. Bemor ona va ukasiga qarash Qurbonoy degan opasining gardaniga tushgan. Ora yo'lda uning oilasida ham tinchi buzilib, turmushidan ajralgan. 2 norasida qizi bilan onasinikiga qaytib kelgan. Oilaning boshiga tushgan kulfat, musibat shu bilan tugamagan. 1 yil avval kutilmaganda oilaning kenja o'g'li Norqobilning ukasi endigina 12 yoshini qarshilagan O'tkirbek yo'qolib qolgan. Qanaqasiga? Hayron bo'ldi guruh rahbari. Keyin topilmaganmi? Yo'q, hech qayerdan daragi chiqmagan, bedarak yo'qolgan. Qayerda yo'qolgan? Maktabdami yo biror joyga borganmikan? Yo'q, o'sha paytda ular eski uyi hovlisida yashagan. Bola kechki payt non olib kelish uchun do'konga chiqqan va qaytib kelmagan.
Isqivorlar bilan gaplashdim. Qidiruv ishlari hech qanday natija bermagan. Bolaning na tirigi, na o'ligi topilmagan. Ha, to'g'ri. Bu voqea qulog'imga chalinganday bo'lgandi, dedi Abdumurod boshini qashlab. O'shanda butun shahar oyoqqa turgandi. Ko'plab taxminlar qilingan, ammo birortasi natija bermagan. Oxirida bolani kimdir g'araz maqsadda o'g'irlagan degan xulosaga kelingan. Lekin kim nima maqsadda, qanday qilib o'g'irlaganini aniqlashning imkoni bo'lmagan. Shu yopiqlik qozon yopiqligicha qolgan. Ammo bu voqeaning biz tergov qilayotgan ishga qanday aloqadorligi bo'lishi mumkin? Shunga tushunmay turibman. Aloqasi bo'lmasligi mumkin. Guruh rahbari o'ylanib qoldi. Ammo bu voqea ham masjidga yaqin joyda sodir etilgan. Shu atrofda bir yil ichida 2 kishining fojiali halok bo'lishi tasodifmikan degan savol tug'iladi. Yo'g'e, nima deyapsiz? Dedi Abdumurod o'smoqchilab. Noyib kim u? Bu bola kim? Ikkisi ikki olam. Bir mahallada yashashni inobatga olmaganda ularni bog'lab turgan hech qanday rishta yo'q. Sodir etilishi davri ham turlicha. To'g'ri, qurbonlar boshqa, ammo qotil bir kishi bo'lishi mumkin-ku. Mahmadonachilik qildi talaba. Har holda musibat bir mahallada sodir bo'lyapti. Jinoyatchi shu mahallaga borgan bo'lishi mumkin-ku. Bo'ri bir qo'tonga tushsa, bitta qo'yni g'ajish bilan cheklanmaydi. Nima deyapsiz? Prichim здесь bo'ri. Bola bedarak yo'qolgan. Uning o'lganligi hech kim isbotlagan emas-ku, dedi Abdumurod ensasi qotib. Mayli Murodjon, bolaning bedarak yo'qolishi bilan bog'liq barcha hujjatlarni chaqirtiring, dedi Sanjarbek vazminlik bilan. O'rganib ko'raylikchi. Foydasi tegmasa, zarari ham tegmas. Yaxshi, dedi tergovchi itoatkorona. Qimmatli vaqtingizni olganini hisobga olmaganda zarari tegmaydi. Domla, uzr, ustoz. Shu ish bilan shug'ullansam maylimi? Dedi talaba yalingannamo qarab. Hujjatlar bilan tanishib chiqib, sizga axborot beraman. Ma'qul. Diqqat bilan o'rganib chiqing. Guruh rahbari talabani yana bir imtihondan o'tkazishni ko'ngliga tugdi. 12 yoshli bola uyidan shundoq ko'chaga chiqib qaytib kelmagan. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Uning boshiga musibat tushgani aniq. Kimdir g'araz niyatda o'g'irlagan desak, miskingina oilaning farzandi kimga kerak? Pul undirish imkoni yo'q. Balki bu odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlarning ishidir, Izabella taxmin qildi. Bo'lishi mumkin, ma'qulladi guruh rahbari. Dunyo bo'yicha bir kunda qanchadan qancha odam bedarak yo'qoladi. Ko'pini topishning iloji bo'lmaydi. Yo'qolish sabablari turli-tuman bo'lib, bir-biriga o'xshamaydi. Kulfatning ham, kasofatning ham, baxtsiz hodisalarning ham turi ko'p. Bu yigitcha shulardan qay biriga duchor bo'lgan? Oldindan bir narsa deyish qiyin. Tasodifiy baxtsizlik qurboniga aylangan ham bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Mayli, oldindan fol ochmaylik. Siz avval hujjatlar bilan tanishib chiqing. Rahbar talabaga yuzlandi. Keyin fikrlashamiz. Ishonmaysizlar-da. Bu ishning rosa siyqasi chiqqan, dedi Abdumurod nadomat bilan. Ishlamagan taxmin qolmagan. Shu payt eshik jur'atsizgina taqillab, qo'lida qandaydir hujjatlar ko'targancha Botir kirib keldi. Assalomu alaykum. Jamoat jamku. Mana ishonmasanglar, Botirdan so'ranglar. U o'sha bolaning bedarak yo'qolishi bo'yicha qidiruvda bevosita qatnashgan. Qaysi bola? Hayron bo'ldi Isqivar. O'tgan yili yo'qolib qolgan 12 yoshli bola haqida gaplashib turgandik. Izoh berdi Abdumurod. Qidiruv ishlari nima bilan tugagandi? Ha, o'tkirmi? 6 oy jinnimiz chiqargandi.
Botir eslashga urindi. Topilmagan, izlanmagan joyimiz, qilinmagan amalimiz qolmagan. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganmi? Guruh rahbari savol berdi. Yo'q, jinoyat ishi qo'zg'atishga asos bo'lmagan. Bola nimanidir xayol qilib qayergadir ketib qolgan degan xulosaga kelingan. 12 yoshli bola-ya, go'dak-ku, qayerga ketishi mumkin? Talaba ishonqiramadi. Menga nima deysiz? Tergovchilardan so'rang, dedi isquvar qo'rslik bilan. Mayli, bugun Mardonani so'roqqa chaqirganman. Guruh rahbari gapni boshqa yoqqa burdi. Hozir olib keladi. Qatnashsangiz foydadan xoli bo'lmasdi. Nakones, dedi Abdurahmon kinoyali kulimsirab. U bechora ham izolyatorda yotaverib sarg'ayib ketgandir. Mening o'rnimda boshqa tergovchi bo'lganda balki ishni Mardonani so'roq qilishdan boshlagan bo'lardi. Sanjarbek hamkasbining kinoyasini bee'tibor qoldirmadi. Biroq men unday qilmadim. Diqqatni boshqa masalalarga qaratdim. Shu bilan birga asosiy gumondorning shaxsini, aloqalarini, tergovda bergan ko'rsatmalarni qancha to'g'ri ekanligini tekshirishga zo'r berdim. Uni so'roq qilishga puxta tayyorlandim. Diqqatga molik ma'lumotlarni to'plashga erishdim. Eshik taqillab, yoshgina serjant yigitning boshi ko'rindi. Fuqaro Xidirovani olib kelgandim, dedi u hayajonlangandan salom alikni nasiya qilib. Olib kiring, izn berdi guruh rahbari. Zum o'tmay xonaga o'rta bo'yli, qad-qomati kelishgan, husni jamoliga horg'inlik, tushkunlik, so'lg'inlik soya solgan bo'lishiga qaramay har qanday erkakni hayratga soladigan darajada lobar va xushro'y ayol kirib keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, marhamat o'tiring. Guruh rahbari joy ko'rsatdi. So'ng o'zini tanishtirdi. Nima, avvalgi tergovchi ishdan ketdimi? Dedi u atrofga alanglab. Abdumurodga ko'zi tushib, gapini to'g'riladi. Endi shuncha odam ko'paylashib tergov qilasizlarmi? Ha, tergov guruhi tuzilgan. Sanjarbek hamkasblarini tanishtirdi. Nima? Yo'q, aybni ko'pchilik bo'lib bo'ynimga qo'ymoqchimisizlar? Ayolning qoshlari chimirildi. Xavotir olmang, beayb kishiga hech kim aybdorlik yorlig'ini osolmaydi, dedi guruh rahbari xotirjamlik bilan. Mana bir mushtipar bechorani shuncha paytdan buyon qamoqqa tiqib o'tiribsizlar-ku, dedi ayol yig'lamoqdan nari beri bo'lib. To'g'ri, siz gumondor sifatida ushlangansiz. Tergov davom etyapti. Aybingiz isbotlanmasa, hech kim sizni ushlab turmaydi. Shuncha azoblanganim, qadrim, ayollik sha'nim poymon bo'lganichi, bunga kim javob beradi? Buning tovonini kim to'laydi? Mardona piqillab yig'lashga tushdi. Tergovchi piyolaga suv quyib ayolga uzatdi. Lug'atidagi so'zlarni saralab yupatishga tushdi. Singlim, to'g'ri tushuning. Shar'iy nikohdagi eringiz o'ldirib ketilgan. Keyingi paytlarda oralaringda janjallar, ko'ngilxirliklar bo'lib turgan. Sizning bir necha marta o'ldirish bilan tahdid qilganingiz ham rost. Bunday sharoitda gumon birinchi navbatda sizga tushishi tabiiy. Kishining aybsiz ekanligini isbotlash yengil ish emas. Haqiqatni qaror toptirish uchun vaqt zarur. Bizning respublikadan tashrif buyurishimizning maqsadi ham shunda. Jahlim chiqqanda aytgan bo'lsam, aytgandirman, dedi ayol biroz shashtidan tushib. Farzandlarim bo'lmaganda balkim shu ishni qilishim mumkin edi. Ammo bir etak bolani ko'chaga tashlab, qo'limni qonga bo'lashim mumkinmi? Jinni emasman-ku. Shubha birinchi galda menga tushishi aniq-ku. Qamalib ketsam, jujuqlarimning holi nima kechadi? O'zi shular uchun yashab yuribman.
Shular bo'lmasa allaqachon o'zimni o'ldirib bu azoblardan qutulgan bo'lardim. Har qanday qotil jahl otiga minib, qo'liga tig' olganda keyin nima bo'lishini o'ylab o'tirmaydi, dedi Abdumurod to'nglik bilan. Tutqich bermaslikka urinadi. Jazodan qutulib qolishga umid qiladi. O'zini qo'lga tushmasdan qasoskorday his qiladi. Ayollarning bolasiga mehri qanchalik kuchli bo'lishini siz erkaklar qaydan bilardingiz, dedi Mardona ro'molchasi bilan ko'zlarini artib. Bolasini tashlab ketayotganlar, pulga sotayotgan ayollar qancha? Og'ziga urdi tergovchi. E'tiboringiz uchun o'shalar ham bu ishni bolasini o'ylab qiladi. Ayol tergovchiga qahr ko'zini qadadi. Ularning ahvoli, yashash sharoiti bilan hech qiziqib ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz, zarracha qiziqmagansiz. Sizlar faqat ularni odam savdosi va boshqa jinoyatlarda ayblab qamashni o'ylaysizlar. Qo'llaringdan faqat shu ish keladi. Turmush tashvishlari, qaddini bukkan, yo'qchilik tinkasini quritgan, bolasining qornini to'ydirishga ham kuchi yetmay qolgan onaning iztiroblari sizlarga begona. Ular jondan aziz farzandlarini shu azob-uqubatlardan qutqarishni o'ylab, yangi oilada hayoti yaxshi bo'lar degan umidda o'zlaridan begona qilishga majbur ekanligini siz oqsuyaklar qayerdan ham bilardingiz? Aqlingiz yetmaydigan narsalar haqida gapirib nima qilasiz? Abdumurodning afti tundlashdi. Bolasini o'ylasa pulga sotadimi? Tekin bersinchi. Tanasi boshqa dard bilmas. Mardona o'zini ancha bosib olgandi. Sotsa qolgan bolalarining og'zi oshga tegsin deb sotadi. Boyga balo ham urmaydi. Zato ona bechora sal o'zini tiklab olishga, bolalarning kam ko'stini to'ldirishga imkon bo'ladi. Masalan, men bolalarimni jondan ortiq ko'raman. Ular uchun o'limga ham tik borishga tayyorman. Ammo shunday paytlar bo'ladiki, uyda qattiq non ham topilmay qoldi. Uch norasida bolam ovqat deb chirqillab tursa, qo'lingda puling, uyingda bir chindim uning qolmagan bo'lsa, onaizor uchun bundan ortiq azob, bundan ortiq haqorat, bundan ziyod kulfat bormi? Qochib ketolmasang, o'zingni o'ldirolmasang, shundog'am senga qarama-qarshi bir suyakka zor onangni eshigini qoqib borolmasang, yordam beradigan, dardingni eshitadigan kishing bo'lmasa, nima qilishing kerak? To'g'risi, o'sha kunlarda men ham bolalarimdan birini sotib, qolganlarini azob-uqubatdan qutqarib qolishni o'ylaganman. Munosib xaridor chiqsa, bolamni sotishga ham tayyor bo'lganman. Ikki o't orasida qolib, kechasi bilan yig'lab chiqqanman. Allohga beadad shukurki, o'sha paytlar niyatim amalga oshmay qoldi. To'g'rirog'i yaxshiroq xaridor chiqmadi. It azobida bo'lsa-da og'ir damlarni, qiyinchilik onlarini ortda qoldirdim. Hozir eslasam vijdonim qiynaladi, yuragim eziladi. Shunaqa bema'ni o'ylar xayolimga kelgandan o'zimdan uyalib ketaman. Gapingizda jon bor. Guruh rahbari ayolga xayrixohlik ko'zi bilan boqdi. Aslida o'sha onalarni ham tushunsa bo'ladi. Hech bir ona yaxshi kunidan bolasini birovga berib qo'ymaydi. Qashshoqlik, adolatsizlik va hayotning boshqa zarbalari ularni shunday yo'lga tutishga majbur qiladi. Ularning aybi qonunni bilmasligida. Bolasini o'zgalar parvarishiga bermoqchi bo'lgan ota-ona ularning vasiylik organlari orqali qonuniy rasmiylashtirib bersa bo'ladi. Shuning uchun menimcha bolasini sotgan ayollarni odam savdosi bilan emas, balki bolani vasiylikka berish tartibini buzganlik uchun ko'zda tutilgan javobgarlik choralarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Mayli, gapiraman desang gap ko'p, maqsadga o'taylik. Hali himoyachi kelmadi-ku, dedi tergovchi eshikka alanglab.
Advokat hozir kelib qoladi, dedi guruh rahbari soatiga qarab. Men advokatning keragi yo'q. O'zim himoya qila olaman, mardona qat'iyat bilan gapirdi. Foydasidan zarari ko'p. So'roq jarayonida himoyachi ishtiroki shart. Abdumurod qonun talabini tushuntirmoqchi bo'ldi. Men uni chaqirmaganman, tanimayman ham. Advokat davlat tomonidan tayinlangan. Tergovchi izoh berdi. Uning himoyasidan qoniqmasangiz, o'zingiz advokat yollashingiz mumkin. Marhamat. Bitimni sotib yollaymanmi? Dedi ayol labini burishtirib. So'rog'ingizni boshlayvering. Menga unaqa postavnoy himoyachining keragi yo'q. Eshik g'irchillab ochilib, 45-50 yoshlardagi, boshida bitta ham tuqi yo'q, mo'ylovli, bo'yi bilan eni bir xil, dum-dumaloq ayrim xaltaday qornini selkillatib kirib keldi. Assalomu alaykum. Uzr, biroz kechikdim. Shodi Qo'ziyevich, marhamat keling. Abdumurod o'rnidan turib mehmonni qarshiladi. Keling, o'tiring. Sanjarbek advokatning salomiga o'tirgan joyda alik olib o'tirishga taklif qildi. Advokat o'tirganlar bilan bosh irg'ab salomlashgach, pildirabgina ko'rsatilgan joyga o'tirdi. Guruh rahbari ayblanuvchining shaxsiga aniqlik kiritgach, so'roqni boshladi. Mardona Xidirova, marhamat, marhum Shariy eringiz Bahrulla Pirnazarov bilan qanday tanishgansiz? Birgalikdagi turmushlaringiz qanday kechgan? Batafsil aytib bersangiz. Avval hammasini yozib bergandim-ku, dedi ayol stol ustida turgan jinoiy ishlarga ishora qilib. Bilamiz, tartib shunaqa, gapiravering. Mardonaxon, tortinmasdan bir boshdan gapiravering, tasalli berdi himoyachi. Esimni tanibmanki, boshim tashvishdan, qiyinchilik va g'urbatdan chiqmadi. Ayol chuqur xo'rsinib, gapni uzoqdan boshladi. Hayotim anduhlarga to'la bo'ldi. Oyning 15-i yorug', 15-i qorong'u deyishadi. Yolg'on ekan. Umrimning 30 kuni ham zulmat ichida o'tdi. Alqash bo'lsa-da, otamiz borligida qiyinchiliklarni unchalik his qilmagan ekanmiz. Otamiz vafotidan keyin turmush yuki onamizning gardaniga tushdi. Haftalab issiq ovqat, go'sht yemagan, qattiq non bilan jon saqlagan kunlarimiz ko'p bo'lgan. Onamiz 4 farzandni qornini to'ydirish, ustini butlash uchun tinim bilmasdan o'zini o'tga, cho'qqa urardi. 10-sinfni bitirar-bitirmas meni erga uzatdi. Onam bitta bo'lsa ham nonxo'r kamaysin degan bo'lsa kerak-da. Bizga qaraganda iqtisodiy ahvoli yaxshiroq xonadonga turmushga chiqdim. Quda tomonning meni hech qanday sarposiz, shoshilinchda kelin qilishga rozi bo'lganlarining sababi keyinchalik ma'lum bo'ldi. Kuyov tushmagir giyohvand chiqdi. Chekmagan paytida ajabtovur odam. Chekib olsa hayvondan farqi yo'q. Qaynona-qaynotam yomon kishilar emas. O'g'illarini balki boshini ikkita qilib qo'ysak, tuzalib ketar degan umidda uylantirgan ekanlar. Yo'q, ularning umidlari puchga chiqdi. Erim o'sha zormondani chekmasa turolmaydigan, a'zoyi badani qaqshab, lomkaga tushib qolarkan. Unday kezlarda ko'ziga na ota-onasi, na xotini ko'rinarkan. Qaynotam uni yo'ldan qaytarish maqsadida uyga qamab ko'rdi. Zanjirga bog'lab ko'rdi. Foydasi bo'lmadi. Shu tariqa to'polonda 1 yil o'tdi. Erimning tuzalib ketishiga umidim so'na boshladi. Ora yo'lda homilador bo'lib qoldim. Farzand mehri uni ajal tuzog'idan qaytarsa kerak deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Og'ir oyoqli ekanligimni eshitib xursand bo'lish u yoqda tursin zarracha e'tibor ham qilmadi. Bir tuqqi ham qilt etmadi. Vaqti soatim yetib o'g'il farzandli bo'ldim. Nadomatlar bo'lsinki, bolam nogiron tug'ildi. Doktorlar giyohvand otadan mayib majruh zurriyot dunyoga keladi deyishgandi. Rost ekan. Shu tariqa yana 1 yil chidadim. Erimning odam bo'lishiga ishonchim qolmadi.
Sabr toqatim tugadi. Onamnikiga qaytishga majbur bo'ldim. Shundog'am qo'l uchida kun ko'rayotgan onamning yelkasiga tag'in 2 nonxo'r yuk bo'lib qolishdik. Yo'qchilik, g'aribchilik sillamizni quritdi. Ustiga ustak gohida ruhiyatimda qandaydir tushunib bo'lmas holat kuzatila boshladi. Kutilmaganda besabab kuladigan, o'zim bilan gaplashadigan, bemavrid ko'chaga chiqib ketadigan